Ular ham o'zbeklarga o'xshayapti. Assalomu alaykum. Siz o'zbekmisiz? Yaxshimisiz? Bir ikkita savol bersak bo'ladimi? O'zbekmisiz? Xo'p, Amerikada necha yildan beri yashaysiz va nima ish qilasiz siz? Men Amerikada tug'ilib o'sganman. Zo'r-ku, amerikansizmi? Amerikan, g'arta amerikan. O'zbek amerikan. O'zbek amerikan. Zo'r-ku. Nima ish qilasiz? Men realtorman, makler. Bu ya'ni uy sotaman. Odamga biznes bo'yicha joy kerak bo'lsa, hammasini topib beraman. Necha yoshdasiz? Men 20 yosh. Realtor 1 yiliga nechta bo'ladi? Endi realtor 500 ming dollardan yiliga 2 million dollar, 3 million dollarcha topsa bo'ladi. Mehnatiga bo'yi chiqaradi. Siz bo'lmasa boyvachcha amerikansiz ekansiz. Xudoga shukr, shunaqa desa ham bo'ladi. Maktabida she'rni o'qigansiz, to'g'rimi? Maktabda shu yerda. Maktabi bilan O'zbekistonning maktabining nima farqi bor? O'zbekistonning maktablari juda fokusli, ular o'qishga qattiq qarashadi, ilmga qattiq qarashadi, hurmat degan narsa bor. Bu yerda butunlay teskarisi, unaqa degan narsa yo'q. Ularda chakishlar bo'ladi maktabda, har xil narsalar bo'laveradi. Bu yomon narsalar chakadi. Hamma narsani chakishadi. Tatib ko'rganmisiz? Yo'q. Yo'q. Urushib ko'rganmisiz? O'g'il bolalarda o'zimizda urushlar bo'ladi. Siz nima uchun urushgan? Bir aytib bering. Maktabda bir marta o'zbek qiz uchun urushib qo'yganman. Yaxshi ko'rganmiz. Yaxshi ko'rmayapman, lekin bitta qora bola kelib, noto'g'ri gapirgan, disrespect qilgan, neudobniy gaplar gapirib qo'ygan, men borib bitta gapirganman, keyin o'shadan keyin urushib ketganmiz. Qiz sizni yaxshi ko'rib qolganmiki? Yo'q. Rahmat dedimi? Naborat yomon ko'rib qo'ygan. U qiz o'sha qora bolani yaxshi ko'rib qo'ygan ekan.